Ba'zan hayot sizni shunday kutilmagan yo'llarga boshlaydiki, o'zingiz ham hayron qolasiz. Bir oddiy bahor kuni bog'dagi tasodifiy uchrashuv va undan keyin sodir bo'lgan voqealar. Bu shunchaki tanishuv emasdi, bu taqdirning o'yini edi. Sanam. Uning ismi ham, o'zi ham boshqacha edi. O'sha eski uyning devorlari orasida bo'lib o'tgan olovli tun. Uning siri ochilganda men nima his qilganimni bilasizmi? Bu hikoya ehtiros, kutilmagan haqiqat va bir kechalik unutilmas lahzalar haqida. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan hikoyam, ehtimol, ko'pchilik uchun tanish tuyular, lekin undagi burilishlar sizni befarq qoldirmaydi. Agar siz ham hayotiy, samimiy va biroz issiq hikoyalarni yaxshi ko'rsangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hamma narsa o'sha kuni 2016 yilning 21 martida boshlandi. Navro'z ayyomi, havo musaffo, atrofda bayramona kayfiyat. Men shahardagi istirohat bog'ida o'zimcha xayol surib aylanib yurardim. Odam ko'p, hamma xursand, juftliklar qo'l ushlashib yurishibdi. Men esa yolg'iz edim. Birdan ko'zim unga tushdi. Sanam. U shunchaki chiroyli emasdi. U boshqacha edi. Qaddi-qomati kelishgan, yuzidagi tabassum quyoshdek porlardi. Uning harakatlarida qandaydir nafosat va o'ziga ishonch bor edi. Ochig'ini aytganda, uni ko'rib ichimda g'alati bir his uyg'ondi. Yuragim tezroq ura boshladi. Xuddi magnitdek meni o'ziga tortardi. Mana shu qiz bilan tanishmasam bo'lmaydi, dedim o'zimga. Lekin qanday? Nima deyman? Borib salom, go'zal qiz desam, oddiy tuyuladi. Hayajondan kaftlarim terlab ketdi. Nihoyat bir fikr keldi. Oddiy, lekin samimiy. Sekin uning yoniga bordim. U o'rindiqda o'tirib telefonga qarab turardi. Yaxshi qiz, kechirasiz, yolg'izmisiz, deb so'radim, ovozim biroz titrab. U boshini ko'tarib menga qaradi. Ko'zlari shunday chiroyli ediki. Nimaga so'rayapsiz, dedi u biroz hayron bo'lib, lekin jahl qilmay. Men bor kuchimni yig'ib jilmayishga harakat qildim. To'g'risi, karuselga chiqmoqchi edim, lekin sherigim yo'q. Yolg'iz chiqish zerikarli. Agar qarshi bo'lmasangiz, birga chiqardik. U biroz o'ylanib turdi, keyin labining cheti bilan jilmaydi. Mayli, yuring, dedi. Ichimda bayram bo'lib ketdi. Urra deb baqirgim keldi, lekin o'zimni tutdim. Biz kassa tomon yurdik. Uning yonida yurishning o'zi bir zavq edi. Biz eng baland va tez aylanadigan karuselga chiqdik. Yonma-yon o'tirdik. Xavfsizlik kamarlarini taqdik. Karusel sekin harakatlana boshladi. Men unga qarab qo'yardim. U biroz hayajonlanayotgandek edi. Karusel tezlashdi. Shamol yuzimizga urila boshladi. Bilmayman, qayerdan buncha jur'at paydo bo'ldi, lekin men karuselni boshqaruvchi yigitga ishora qilib, yanada tezroq aylantirishni so'radim. U tushundi shekilli, tezlikni oshirdi. Sanam birdan voy deb yubordi. Uning qo'rquvi va hayajoni aralash ovozi menga yoqimli eshitildi. Karusel eng yuqori nuqtaga yetganda, Sanam muvozanatni yo'qotib, beixtiyor menga yopishib oldi. Uning qo'llari mening bilagimni mahkam siqdi, boshi yelkamga tegdi. Oh, bu lahza! Uning yaqinligi, atirining hidi, qo'rquvdan tezlashgan nafasi. Bu juda yoqimli edi. Men uni himoya qilayotgandek his qildim. Men ham sekin qo'limni uning beliga qo'ydim, go'yoki yiqilib ketmasligi uchun. U qarshilik qilmadi. Biz tushganimizda ikkalamizning ham boshimiz aylanardi, lekin yuzimizda tabassum bor edi. Bu kichik sarguzasht bizni yaqinlashtirgandi. Rahmat, dedi u sochlarini to'g'rilab. Qo'rqinchli, lekin maroqli bo'ldi. Men fursatdan foydalanib telefon raqamini so'radim. U ikkilanmay berdi.
Biz xayrlashdik, lekin men allaqachon uni yana ko'rishni rejalashtirayotgandim. Uyga keldim, lekin xayolim faqat Sanamda edi. Kech tushini zo'rg'a kutdim. Yuragim dukillab unga qo'ng'iroq qildim. "Alo", dedi uning mayin ovozi. Biz gaplashib ketdik. Bugungi kun taassurotlari o'zimiz haqimizda. Suhbatimiz juda oson va samimiy kechdi. Men unga bog'lanib qolayotganimni his qilardim. 2 kun o'tdi. Men unga tez-tez qo'ng'iroq qiladigan, sims yozadigan bo'ldim. 3-kuni kechqurun yana telefonda gaplashib turganimizda men o'zimni tutolmadim. "Sanam", dedim, ovozim titrab. "Bilaman, balki bu juda tezdir, lekin men seni sevib qoldim shekilli. Seni o'ylamasdan turolmayapman." Telefonda sukunat cho'kdi. Men nafas olishni ham unutib, uning javobini kutardim. Rad etsa nima bo'ladi? Ustimdan kulsachi? "Rostdanmi?" dedi u nihoyat, ovozida hayrat va biroz ishonchsizlik bilan. "Rost", dedim qat'iy. Birinchi ko'rganimdanoq. Yana sukunat. Keyin uning pichirlagan ovozi eshitildi. "Bilasizmi, men ham siz haqingizda ko'p o'yladim. Bu so'zlar men uchun dunyodagi eng chiroyli musiqa edi. Biz bir-birimizga ko'ngil qo'ygandik. Endi uchrashishimiz shart edi." Ertasiga o'sha tanishgan bog'imizda uchrashdik. U keldi. Bugun yanada go'zalroq edi. Oddiy ko'ylakda bo'lsa ham malikadek ko'rinardi. Biz o'rindiqda o'tirdik. Men uning qo'lidan tutdim. Uning kaftlari yumshoq va issiq edi. Biz bir-birimizning ko'zlarimizga tikilib, sukunatda ham ko'p narsalarni gaplashardik. Mening xayollarim esa allaqachon boshqa joylarda edi. Uning lablari shunday jozibali ediki. "Sanam, jonim", dedim unga yaqinlashib. "Senga bir gapim bor." "Qanaqa gap?" so'radi u, ko'zlari katta-katta bo'lib. Men chuqur nafas oldim. "Bitta o'psam maylimi?" U biroz qizarib ketdi, uyalib yerga qaradi. Keyin sekin boshini ko'tarib ko'zlarimga qaradi va jilmaydi. "Faqat bitta", dedi u sho'xlik bilan. Men uning bu ruxsatini kutib o'tirmadim. Uni bag'rimga bosdim va lablaridan o'pdim. Bu mening hayotimdagi eng shirin bo'sa edi. Uning lablari gilosdek shirin va yumshoq edi. Biz biroz shunday o'tirdik. Keyin Sanam birdan o'rnidan turdi. "Yuring, sizga bir joyni ko'rsataman", dedi u sirli ohangda. "Qayerga?" hayron bo'ldim men. "Yuravering, yaqin", dedi u va qo'limdan tortib yetakladi. Biz bog'ning chekkasiga, odamlar kam yuradigan joyga keldik. U yerda eski, qarovsiz qolgan bir bino bor edi. "Bu yer tinch", dedi Sanam binoga ishora qilib. "Hech kim xalaqit bermaydi." Uning maqsadi nima ekanligini tushuna boshladim va yuragim tez urib ketdi. Bu men kutmagan burilish edi. Biz o'sha eski uyga kirdik. Ichkarisi qorong'u, chang bosgan, lekin bu bizni umuman qiziqtirmasdi. Eshik yopilishi bilan Sanam menga o'girildi va meni mahkam quchoqlab o'pa boshladi. Bu safar u faolroq edi. Uning o'pichlarida chanqoqlik, ehtiros bor edi. Men ham javob qaytardim. Uning bo'yinlaridan o'pdim, sochlarini siladim. Ehtiros olovi bizni qamrab oldi. Biz bir-birimizni yechintira boshladik. Kiyimlar yerga tushdi. Oyning xira nuri derazadan tushib, uning go'zal qomatini yoritardi. U haqiqatan ham mukammal edi. Men uning ko'kraklarini erkalay boshladim. U boshini orqaga tashlab zavqdan ingradi. "Jonim, sizni sevaman", deb pichirlardi u. Men uning tanasining har bir nuqtasini o'pib silab chiqdim. Uning titrayotgan tanasi, tezlashgan nafasi mening ehtirosimni yanada oshirardi. Bir payt men to'xtadim. Vijdonim uyg'ongandek bo'ldi. "Sanam, jonim, men seni qiynab qo'ymaymanmi?" dedim xavotir bilan. "Axir sen hali qiz bolasan-ku." U ko'zlarini ochdi.
Uning nigohida qandaydir g'amginlik va qat'iyat bor edi. "Yo'q", dedi u sekin boshini chayqab. "Men qiz bola emasman." Men qotib qoldim. "Nima?" U ko'zlarini olib qochdi. "Tog'amning o'g'li yoshligimda bo'lib o'tgan", dedi u zo'rg'a. Bu haqiqat meni shok holatiga tushirdi. Lekin ayni paytda uning menga bo'lgan ishonchi va ochiqligi meni unga yanada yaqinlashtirdi. Men uni ayblamadim. Aksincha, uni bag'rimga bosib himoya qilgim keldi. "Tushundim", dedim men uni tinchlantirib. "Endi hech narsadan qo'rqma. Men yoningdaman." Biz davom etdik. Bu safar yanada ehtiyotkorlik va mehr bilan. Bizning tanalarimiz birlashdi. Bu shunchaki jismoniy yaqinlik emas, balki ikki yolg'iz qalbning bir-biriga topgan tasallisi edi. Biz vaqtni unutdik. O'sha eski uy, chang bosgan pol, bularning ahamiyati yo'q edi. Faqat biz bor edik. Bizning ehtirosimiz, bizning hislarimiz. Men unga zavq berishga harakat qildim. Uning har bir ingrashi, har bir harakati menga kuch berardi. Biz bir butunga aylandik. Uning tanasi mening harakatlarimga javob berardi. Biz ehtiros cho'qqisiga birga yetdik. O'sha lahzada dunyo to'xtab qolgandek edi. Birozdan so'ng biz bir-birimizning quchog'imizda holsiz, lekin baxtli yotardik. "Rahmat", dedi u pichirlab, boshini ko'ksimga qo'yib. "Meni tushunganingiz uchun." Men uning sochlaridan o'pdim. "Men seni sevaman, Sanam. Nima bo'lishidan qat'iy nazar." Biz kiyindik va o'sha eski uydan chiqdik. Tashqarida tun cho'kkan, yulduzlar porlardi. Biz qo'l ushlashib uyga qaytdik. O'sha kecha bizning munosabatlarimizda yangi bir sahifa ochildi. Biz endi shunchaki sevishganlar emas, bir-birimizning eng yaqin sirdoshimiz edik. O'shandan beri biz birgamiz. Bizning sevgimiz kundan-kunga kuchayib bormoqda. O'sha bog'dagi tasodifiy uchrashuv va eski uydagi bir kechalik ehtiros bizni bir umrga bog'ladi. Ba'zan hayot bizga kutilmagan sinovlarni beradi, lekin agar yonimizda tushunadigan va sevadigan inson bo'lsa, har qanday qiyinchilikni yengish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr azizlarim.